Navoiy shahar Vasxot bozorining yonidan kim xonadon qidirgan bo'lsa, yo'lda yoqasidagi 5 qavatli domlarni 4-qavatdan 2 xonalik tayyor remontli xonadon sotuvga qo'yilmoqda. Demak, bu tarafda Vasxot bozori, bu to'g'rimizda yangi masjid yaqin joyda joylashgan. Navoiy shahrida istiqomat qiladiganlar ushbu manzilni menimcha juda ham yaxshi bilsa kerak. Xonadonning ichki tuzilishini ko'rib chiqamiz. Marhamat. Ushbu 2 xonali xonadonni ko'rgandan keyin siz aniq ushbu xonadonni xarid qilish niyati uyg'onadi. Qarang, asosiy kirish eshigidamiz, даже eshikka ham mana bu chiroyli domonfonlar qo'yilgan. Bu tashqari tarafdan dvijeniyani oladi, ya'ni podyezdda kimdir harakat qilsa, zapis ketadi. Bu tarafda alohida yuvinish xonalari, remont holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Alohida e'tibor berasizlar, did bilan ta'mirlangan. Proxoshkaning oxirida kattagina garderob qismi mavjud. Keling, garderobning kattaligiga bitta e'tibor bering. Ichkariga qarab ketgan. Hamda ikkita alohida xonamiz mavjud. Eshiklari ukrainskiy deb aytdilar egalari. Pod zakaz, ya'ni buyurtma asosida keltirilgan. Bu yotoqxona qismi. Chiroyli gilamlar to'shab qo'yilgan hamda televizor uchun mana shunaqa dekorativ ishlovlar berilgan holatda chiroyli bo'lib turibdi. Barcha mebel texnikalar xonadonning o'zida qoldiriladi. Keling, yana ikkinchi xonamizni ko'rsatib o'tamiz. Xonadon egalari akkuratni qilganlar. Hamma xonadonni ta'mirini, demak, bu tarafga o'tadigan bo'lsa, katta shkafimizni ko'rishimiz mumkin. Kiyimlarni hamda ortiqcha narsalarni saqlasangiz bo'ladi. Bu yerda televizor zonasi qilib qo'yilgan hamda mana bu mягкий mebellar, ya'ni yumshoq mebellarimiz ham xonadonning o'zida qoldiriladi. Tepada LG konditsionerlar ham o'rnatib qo'yilgan. Endi oshxona qismini ko'rib o'tamiz, marhamat. Demak, oshxona qismiga o'tadigan bo'lsak, andersolga ham tepaga e'tibor berasizlar. Uzun andersol qilingan hamda kuxni garnituraga yana bitta 5 baho qo'ygan bo'laydim, chunki pod zakaz qilingan. Nikelevoy e'tibor berasizlar. Demak, bu tarafda qimmat xolodilnik, kirib yuvish mashinkalari shu yerda o'zida o'rnatib qo'yilgan. Va yana bitta e'tibor berish kerak bo'ladigan joyi bu balkon qismi. Mana bunaqa tapchan qilib xonadon egalari qilganlar. Buni mana bu tarafida qopqog'i mavjud. Qopqog'ini oladigan bo'lsangiz, chuqurgina kichkinagina bir podvalcha desak ham bo'ladi. Bonka narsalarni qo'ysangiz bo'ladi. Hamda mana bu taraf ham ko'rib turibsizlar, ancha baland qilingan. Buni xonadon egalari shu zax tortmasligi uchun hamda yana mayda-chuyda narsa bo'ladigan bo'lsa, ortiqcha tiqish uchun mana shunaqa joy qilib qo'yganlar. Va yana bitta e'tibor berish kerak bo'lgan joyi bu yozgi oshxona. Mana shuni ichida qarang. Ventilyatsiya tizimi o'rnatib qo'yilgan. 5 baho. Xonadonda 80% mana bu deraza rom hamda eshik romlari imzo originaldan o'rnatilgan. X-loyni. Bunga ham alohida e'tibor berasizlar. Demak, Vasxot bozorida yonidagi 5 qavatli domning 4-qavatdagi ushbu 2 xonali xonadonimiz 560 million so'm ustida ozgina savdosi bor holatda sotuvga chiqaramiz. Alohida e'tibor berasizlar remontiga, jihozlariga, chunki ancha-muncha mehr berilgan hamda aboylari ham oddiylardan qo'yilmagan. Shuni hisobiga hamda joylashuvini hisobiga shunaqa narx kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ipoteka asosida xarid qilish imkoniyati ham bor. Pastdagi raqamlar orqali qo'ng'iroq qilib to'liq ma'lumotlarni olsalaringiz bo'ladi. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'ling. Shunaqa yaxshi uylarni, e'lonlarini doimo ko'rib borasiz.